Taniqli aktyor G'ani A'zamov 1909-yilda Toshkentda tug'ildi. U aktyorlik faoliyatini 1930-yilda Milliy teatrda ommaviy sahnalarda ishtirok etishdan boshladi. G'ani A'zamov avvaliga Uyg'unning Qaltis hazil komediyasidagi Mama Rasul rolida katta muvaffaqiyat qozondi. U 60 yildan ziyod vaqt mobaynida ustozlardan saboq olib, o'z ustida ishladi va ijodiy izlanishlar natijasida yetuk san'atkorga aylandi. 100 dan ortiq mukammal obrazlarni yaratdi va tomoshabinlar mehrini qozondi. O'zbek teatr san'atining ulkan namoyandalari qatoridan joy oldi. U yaratgan obrazlar bir-biridan puxta bo'lib, aktyorlik san'atining yuksak namunalaridan sanaladi. G'ani A'zamov ijodida shunday obrazlar borki, ular hayotiyligi, tabiiyligi va betakrorligi bilan butun spektaklning mazmunini tashkil qila oladi. Bu obrazlarsiz muayyan spektaklni tasavvur etib bo'lmaydi. Go'yo ular faqat iste'dodli aktyor G'ani A'zamov uchungina yozilgandek tuyuladi. Chindan ham G'ani A'zamovning Qambarisiz Oybekning Qutlug' qonini, Omonyorsiz Qonli sarobni, Mo'minsiz Erkin Vohidovning Oltin devorini tasavvur qilib bo'lmaydi. Yozuvchi Said Ahmad Kuyov pyesasini G'ani A'zamovning iste'dodi va ijodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, aynan uning uchun atab yozgan. Aktyor 1935-yildan boshlab kinoda suratga tusha boshladi va O'zbek film kinostudiyasida yaratilgan qator filmlarda unutilmas obrazlarni gavdalantirdi. U yaratgan obrazlar o'zining to'laqonligi, yorqinligi bilan tomoshabinlarni o'ziga maftun etadi. G'ani A'zamov Nashtar hajviy jurnali tashkil etilgandan beri ko'p yillar davomida Xo'ja Nasriddin obrazini qiyomiga yetkazib ijro etdi. G'ani A'zamovning o'zbek teatr va kino san'ati ravnaqi yo'lidagi xizmatlari munosib taqdirlandi. 1961-yilda unga O'zbekiston xalq artisti faxriy unvoni berildi. 1989-yilda O'zbekiston davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Aktyor mustaqillik yillarida Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. 2001-yilda taniqli aktyor Toshkentda vafot etdi.